qanaqa nima sababdan yig'layotganini bilishga ota-ona ajratishga qiynalishi mumkin. Biza yig'alarni qo'pol ravishda katta ikki guruhga bo'lamiz. Ya'ni, demak, havo kirishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bizda xalqimizda bir qo'pol tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni, bolani cho'miltirsa shamollab qoladi. Bola 9 oy onani qornida suvda turgan. Uning uchun suyuqlik eng zo'r muhitda, suyuqlikda mazza qiladi, u o'shanga o'rgangan. Juda zo'r savol berdingiz. Biz isiriqni umuman foydalanmang deyishga haqqimiz yo'q. Haqiqatda foydali o'simlik. Faqat to'g'ri ishlatilsa. Isiriqni qanaqa ishlatamiz? Birinchi, xo'p, shu xonadan hamma chiqib ketadi. Isiriq tutatiladi. Xona yopib qo'yiladi. 1 soat, 2 soat turadi, keyin hamma joy ochib tashaladi, hamma joy влажный уборка qilinadi. Hiddan umuman asar qolmagandan keyin bola olib kiriladi. Qaysi payt monoton yig'laydi, ya'ni bir xil zvukda paftor yig'lashi ham bu bizga diagnoz qo'yadi. Yoki kunni qaysi yarmida, birinchi yarmida, ikkinchi yarmida, yarim tunda yangi tug'ilgan chaqaloqlarni yig'lashi juda global savol berdingiz. Bu har bitta ota-onani qiynaydigan savollardan bittasi. Ayniqsa yangi ota-ona bo'lgan paytida inson bolasini yig'lashiga chidab tura olmaydi. Va shu paytda unga kerak emas har qanday yordamni berishga harakat qilishadi. Va buni natijasida nabarot bolaga ziyon qilib qo'yishadi. Xo'p, chaqaloq nimaga yig'laydi? Endi boshdan boshlaylik. Chaqaloq deb biz tug'ilganda, ya'ni kindigi uzilgan vaqtidan boshlab 2 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarni biz chaqaloqlik davridagi bolalar deb ataymiz. Va bu bolalarni qanchalar sog'lom tug'ilmasin, ya'ni Apgar shkalasi bolani sog'lomlik darajasini belgilaydigan shkala bo'yicha 9-10 ballda zo'r tug'ilsa ham biz unga sog'lom bola deb diagnoz qo'ymaymiz. Biz adaptatsiya davri deb qo'yamiz, ya'ni bolada moslashish davri ketayotgan bo'ladi. Ya'ni 9 oy qorinda suyuqlikni ichida yashashga moslashgan bola umuman boshqa muhitga tushyapti. Tashqi muhitga moslashish boshlanyapti. Kindik uzilgandan keyin bola birinchi marta hayotida birinchi marta nafas oladi. Umrida birinchi marta unda ikkinchi qon aylanish doirasi boshlanadi. Umrida birinchi marta emadi va hazm qilish sistemasi ishga tushadi. O'ylaysizki, bu narsalarga bola moslashayotgan paytda unda qiyinchiliklar bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. O'zimiz birinchi yurayotgan vaqt, qo'limizga ruchka olgan vaqtini eslaylik. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Bolada ham xuddi shunaqa u davrda qiyinchiliklar bo'ladi. Moslashib olguncha bola o'sha paytda o'ziga yuzaga kelgan qiyinchiliklar sababli yig'laydi. Uni ota-ona bilan yoki atrof muhit bilan bog'laydigan yagona narsa bu yig'i. U yig'i bilan o'zida bo'layotgan qanaqadir behuzurliklarni namoyon qiladi. Xo'sh, biz o'shanaqa paytda, xo'p, bola shunaqa ekan, qiynalyapti ekan, moslashayapti ekan, yig'lashiga qarab o'tira olmaymiz, to'g'rimi? Nima qilishimiz kerak? Ana endi shu joyida savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa, nima sababdan yig'layotganini bilishga ota-ona ajratishga qiynalishi mumkin. Biza yig'alarni qo'pol ravishda katta ikki guruhga bo'lamiz. Ya'ni fiziologik yig'alar. Bolaga nimadir yoqmayapti. O'sha narsani to'g'rilash kerak. Bolaga hech qanaqa vrach aralashuvi shart emas. Nimadirni to'g'rilasak, bola yig'idan to'xtaydi. Masalan, bu bo'lishi ochlik. Bola och qoldi, yig'layapti. Yoki bola issiq kiyintirildi, bola issiqlab ketdi, havo yetmayapti, bola yig'laydi. Yoki issiq kiyintirildi, bola terladi, bola yig'laydi. Bola ichi keldi, tagi ho'l bo'ldi, bola yig'laydi. Bu holatlarda biz shu narsalarni bartaraf qilsak, bolani yig'isi to'xtaydi. Yokida yana hozir ayni paytlarda bo'layotgan narsa, bizda bolalar toza havoda ko'p olib yurilmaydi. Ayniqsa bu narsa ko'p qavatli uylarda yashovchilarda kuzatiladi. Kitobida o'qiydigan bo'lsangiz, agar bola yoz oylarida tug'ilsa, 24 soatgacha deraza ochiq tursin deyiladi. Ya'ni bolani kislorodga bo'lgan, toza havoga bo'lgan talabi shunchalar yuqori. Bolaga havo yetmasa ham bola yig'laydi. Ya'ni demak, havo kirishini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bizda xalqimizda bir qo'pol tushuncha bor, noto'g'ri tushuncha bor. Ya'ni
bolani cho'miltirsa shamollab qoladi. Bola 9 oy onani qornida suvda turgan. Uning uchun suyuqlik eng zo'r muhitda, suyuqlikda mazza qiladi, u o'shanga o'rgangan. Shu sababdan tavsiya qilardim ota-onalarga har kun, imkon qadar har kun yangi tug'ilgan chaqaloqni ham cho'miltirib turish kerak. O'shanda bola o'sgan paytida eskirgan terini biz har kun tozalab turamiz. Bolaga tabiiy matodan tayyorlangan kiyimchalar kiygizamiz. Bolani terisi nafas olgani hisobiga bola tinchiydi. Yig'lashlar soni kamayadi. Hozir hamma ota-onalarning og'zida vrachlarda moda bo'lganki, gipoksiyasi bor ekan. Gipoksiya o'zi nima? Kislorodga ochlik, kislorodni голодание. Ya'ni toza havo yetishmayapti bolaga. Bola faqat burun yoki og'zidan nafas olmaydi, butun tanasi orqali nafas oladi. Uni nima deydi, talabiga faqat og'iz burundan kirgan kislorod yetmaydi. Shu sababdan chiroyli kiyimchalarni emas, tabiiy matodan tayyorlangan kiyimchalarni kiydirib, har kun cho'miltirib turish kerak. Bu ham bolaning yig'lashini kamaytiradi. Xo'p, yana nimani aytamiz? Undan tashqari taktil xohish deymiz. Ya'ni bekordan bekorga bizda chilla davri aytilmagan. Bola onani qornida yashayotgan vaqtda uni yurak urishini doimiy eshitib turgan, uni taftini his qilib turgan, ya'ni uni harakatini, uni hidini sezib turgan. Bola tug'ilgandan keyin ham shu narsani xohlaydi, o'sha muhitni kutadi, istaydi. Shunday ekan, imkon qadar onalardan iltimos qilardik, chilla davrida o'sha 2 oylikgacha bola bilan o'tkazadigan vaqtni ko'paytirish kerak. Bola yonida yotib, emib yotsin. Yurak urishini eshitib tursin, onasini, hidini hidlab tursin, uni quchog'ida uni issiqligini his qilib tursin. Bu narsa bolani eng tinchlantiradigan dori. O'shanda bolani yig'isi kam bo'ladi. Hozir afsuski onalarimiz ko'p narsalarga o'zini urintirib tashlayapti. Yangi tuqqan ayol uyda o'tirib olib, o'zini tinch qo'yib, bolali bo'lganini his qilib, qarab o'tirish kerak xolos. Uni bundan boshqa muhim ishi bo'lishi kerak emas. Hozir nima qilishadi? Telefon qo'lda reels tomosha qilib, emizib o'tirishadi. To'g'rimi? Telefon tutib, hammasini onlayn ishi bor. Onlayn ishini qilib, emizib turishadi. Bu paytda bola bilan ona bir-birini his qila oladimi? Yo'q. Undan tashqari bu reelslar hayot tarzimiz ayollarda stress ko'payib ketishiga, kortizol gormonini ko'payib ketishiga sababchi bo'lyapti. Kortizol afsuski qondan sut orqali bolaga boradi. Kortizol gormonini bolada ko'payib ketishi ham yig'iga olib keladi. Ya'ni ayolda stress bo'lishi uchun urush, janjal, oilada notinchlik bo'lishi shart emas. Kuni bilan serial ko'rib o'tirish ham stress. Kompyuterda o'tirib, raspechkatka qilib o'tirib yoki bir kinolarni ko'rish ham stress. Ketma-ket reelslarni tomosha qilib o'tirish ham bu miya uchun stress. Uni ko'p informatsiya qabul qilish orqali ham ayolda kortizol ko'payadi. Va bu narsa bolani uyqusiga, bolani kayfiyatiga ta'sir qiladi va bola ko'p yig'laydigan bo'ladi. Hozir nevropatologlarning oldiga borsangiz, hammasida ochirt. Hamma nevropatologlarda navbat juda ham katta. Aslida hayot tarzi parvarishini noto'g'ri bo'lganligi sababli ularda navbatlar ko'payib ketmoqda. Aslida kitobida ham yozilgan, aytishadiki, bolalar hammasi bir xil tug'iladi. Ammo bizning parvarishimizdagi va tug'ilgan joyidagi sabablar tufayligina biz bolalarni har xillashtirib qo'yamiz. Ya'niki tug'ilayotgan Ibn Sino, Alisher Navoiylarimizni noto'g'ri parvarish qilamiz. Undan keyin bezovta qilamiz, yig'laydi, tinchlantirish uchun miyani o'chiradigan dorilarni berib qo'ya qolamiz. Aslida muammo boshqa joyda. Hayot tarzini to'g'rilashda. Muhim sabablardan yana biri bu bolalarni burun bitishi natijasidagi bezovtalik. Hozirgi kunda juda ko'p murojaatlar bor. Ya'ni burnidan nafas olmaydi, xirillaydi,